Assalomu alaykum. Mening ismim Akramova Laylo Jamshidovna. Men Mental Med Service klinikasida psixiatr shifokor bo'lib ishlayman. Men sizlarga psixologiya bilan psixiatriyani farqini aytib beraman. Qarang, psixiatr bu shifokor. Psixiatrga murojaat qilganingizda sizlarda qanaqadir bezovtalar bo'lishi kerak, shikoyatingiz bor. Shifokor sizni eshitib, sizga xulosa chiqaradi, tashxis qo'yadi va sizga dorilarni yozib beradi. Shu dorilar bilan sizni keyinchalikda ko'rib, lecheniya qilib turadi. Psixologiyachi bu ilmiy fan. Psixologga qachon murojaat qilasizlar? Qanaqadir hayotiy qiyinchiliklar bo'lganda, masalan, siz ishxonangizda o'zingizni boshlig'ingiz bilan kelisha olmayapsiz yoki o'zingizni bolangizni tushunmayapsiz yoki masalan xotin erini tushunmayapti yoki nabarot. Mana shunaqa odamlar kelishi mumkin va testlarni psixolog o'tkazadi. Psixiatrda hech qanaqa testlar yo'q. Biza faqat suhbat bo'yicha sizni aytgan gap bo'yicha qanaqadir xulosa chiqarishimiz mumkin. Qisqa gapirsak, psixiatr bu shifokor plus dori, darmon. Psixolog bu gap so'z, testlar, lekin dorisiz. Agar bo'ladi bunaqa holatlar, odamlar keladi, aytadi, "Men umuman hech qanaqa dori ichishim niyatim yo'q." Shularga agar bu og'ir holat bo'lmasa, biz, конечно, psixolog yo'nalishiga yo'l topamiz va o'zimizda ham psixologimiz bor. Ularga uchrashib, o'zingizni zaprosingiz bilan ishlasangiz bo'ladi. Agar sizlarda bezovta, betoqatlik yoki uyqungiz buzilsa, ayni uyqu buzilganda psixiatrga murojaat qilish kerak. Chunki birinchi hamma holatlarimizdagi buzilish bu uyqu. Uyqu buzilgan bo'lsa, qolgani kelaveradi. Yana masalan, tovushlar eshitsangiz, bu normada emas. Yomon xayollar ko'p keladi yoki xayollar to'xtatmay keladi yoki nabarot to'xtatib qoladi-da, fikr yo'q-da. Bunaqa ham bo'lib turishi mumkin. Bu ham normada emas. Yana masalan, odamlar qanaqadir boshqacha bo'lib qolgandek his qilasiz. Boshqalar bilan chiqisha olmayotgandek bo'lishingiz mumkin. Shu shikoyat bilan ham psixiatrga murojaat qilish kerak, psixolog emas. Ko'pincha so'raydi, "Men shu dorilaringizdan narkoman bo'lib qolmaymanmi?" Albatta yo'q. Biz hech qachon bunaqa dorilarni yozganimiz yo'q. Hamda agar dorilarni o'z vaqtida, o'z joyida ichsangiz, hech qanaqa privikaniya bo'lmaydi. Biz o'zi unaqa dorilarni ishlatmaymiz. O'shaning uchun ko'pincha qo'rquv bilan keladi, что mana boshlayman, keyin hech qachon to'xtatmayman, narkoman bo'lib qolaman. Yo'q, unaqa qo'rqish bo'lish kerak emas, qo'rqmanglar. Unaqa hech qachon bo'lmaydi. Qarang, agar uyqu buzilayotgan bo'lsa, prosta uyqu o'zidan o'zi buzilmaydi. Biz yosh bolalarni rashodga olmaymiz. Soat 5 gacha internetda o'tiradi, keyin 12 gacha uxlaydi. Bularni hisobga olmasak. Lekin bu ham noto'g'ri. Odamlar har kuni soat 10 da, 11 da уже uxlashga kerak. Masalan, uyqu buzilyapti, nimaga uyqu buzilyapti? Qo'rquv bo'lyaptimi o'sha payt yoki bezovta bo'lyaptimi yoki mana shu betoqatligingizdan uxlamayapsizmi? Balkim mana shu yomon xayollaringizdan uxlamayapsizmi yoki sizga kimdir aytayaptimi uxlamagin deb. O'shani aniqlash uchun psixiatrga murojaat qilish kerak. Psixiatr sizga to'g'ri savollarni berib, biladi va tashxis qo'yadi sizga. Nima siz bilan bo'lyapti, tushuntirib beradi holatingizni va sizga mos keladigan dorilarni topadi. Bizani yonimizga kelsanglar, bu anonim holat. Hech kim sizni uchatga olmaydi, hech qayerda belgilanmaydi, hech kim kelganingizni bilmaydi. Bu faqat siz uchun kerakli narsa. O'shaning uchun qo'rqmasdan bizani klinikamizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Aniqlash kerak, nimaga shunaqa bo'lyapti. Birinchidan psixologga borish kerak, sizni e'tiboringizni tekshirish kerak. Balkim sizda SDVga boshlanyapti. Men bilmayman. Srazu aytolmayman. Birinchidan testdan o'tish kerak. Chunki shunaqa holat kuzatilsa, odamga qiyin bitta narsada fokus ushlab ishlarni qilishga. O'shaning uchun bunaqa shikoyatingiz ham bo'lsa, что ko'p planlarim bor. Ularni yetkiza olmayapman. Kuchim yetmayapti yoki planlarim ko'p, lekin yarmini qildim, yarmini yetmadim. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Tushunmayapman. Esimdan tez chiqib ketyapti. Yoshingizga qarang. Agar siz yosh bola bo'lsangiz, siz hali 50 ga to'lmagan bo'lsangiz, bu unaqa bo'lish kerak emas. Odamlarda unaqa emas. O'shaning uchun kelinglar psixiatr yoniga aniqlash uchun nima bo'layotgan siz bilan.
Вообще bemorlarimizga juda muhim va kerakli narsa bu ota-onasini, atrofdagilarini podдержкасы. Afsuski podдержкасыз ko'pinchasiga kuchi yetmaydi. Ko'pinchasi ota-onasi ham tushunmayapti, nima bo'lyapti, sen dangasasan, nimaga yotibsan, tur ishingni qil, bor uni qil. Odamni kuchi yo'q, o'shani tushunish kerak. Va mana bunaqa bo'lib qolsa, biza iltimos qilamiz, ota-onang bilan kelgin, ota-onangga ham tushuntiramiz holatingni. Chunki ular mana shu holatingni tushunmasdan bosim qilaversa, hech qanaqa foydasi bo'lmaydi. Ko'pincha so'raydi, dorilarni ichish zarurmi? Ha, afsuski, agar doktor sizni holatingizni aniqlab sizga dorini tavsiya qilgan bo'lsa, bir xillada bo'lishi mumkin. Yengil formulada, masalan, nevrozlarda holatingizdan chiqib ketishingiz mumkin. Masalan, stressdasiz. Mana shu stress yo'q bo'lsa, holatingiz ham o'zgarib ketadi. Lekin agar bu jiddiy ruhiy holat bo'lsa, afsuski dorisiz holatingiz o'zgarmaydi. Va masalan, ko'pinchasi so'raydi, uzoq vaqt ichishim kerakmi yoki bir oy yetarlimi? Buni sizga aniq faqat shifokor ayta oladi. Chunki agar siz psixiatrga murojaat qilgan bo'lsangiz, shuni tushunishingiz kerakki, bu bir oylik ish emas, yarim yillik ish ham emas. Siz kamida bir yil ichida nazoratda bo'lishingiz kerak, sizni ahvolingizni kuzatish kerak doktor. Doktorsiz afsuski o'zingiz yecholmaysiz oxirgacha nima bo'lyapti siz bilan. Agar holatingiz og'ir bo'lmasa, bemalol ishga, o'qishingizga, o'z doimiy qilayotgan ishingizni qilaversangiz bo'ladi. Agar sizni holatingiz statsionarniy lecheniyani tavsiya qilayotgan bo'lsak, statsionarda yotib davolanishingiz kerak. Bu sizga kerak bo'lsa больничный ochiladi, spravka beriladi, uni qo'rqmasdan yotib lecheniya olsangiz bo'ladi. Hech kim bilmaydi, uchotga olmaydi. Hech qanaqa oldin o'ylagandek qamoqqa o'xshab yopib qo'yishadi deb unaqa narsa yo'q. Bizda hammasi ochiq joy. Bemalol kirib, yotib, aylanib chiqsangiz bo'ladi. Alkogol o'zi biz hech kimga tavsiya qilmaymiz. Buni notasir joyi bor. Uni ichish mumkin emas. O'shaning uchun lecheniya olayotganingizda ham alkogol, любой psixoaktiv vещество hech narsadan iltimos naro turingda, ichmasdan bemalol dorilaringiz bilan davoyingizni ko'ringlar. Dorilarni keskin to'xtatsa mumkin emas. Ularda hammasida sxemasi bor. Sxemani ham sizga doktoringiz tushuntiradi. Qachon, qancha, qaysi payt, hammasini doktoringiz sizga tushuntiradi. Agar o'zingizni yaxshi his qilgan bo'lsangiz, o'ylamang, men ichmasam bo'ldi, men ichmayman, men yaxshi bo'ldimmi, ichish kerak emas. Unaqa ishlamaydi. Siz dorilaringizni ichishingiz kerak. Agar siz chiqmoqchi bo'lsangiz dorilardan, birinchidan shifokoringizni yoniga boringlar, maslahat olinglar, keyin ularni tavsiyalar bilan bemalol to'xtatsa bo'ladi. Ko'pincha odamlar o'ylaydi, men yoki dori ichaman yoki psixologga boraman. Aslida esa ko'p holatlarga eng samarali yo'l ikki mutaxassislar bilan ishlash. Chunki siz dori ichayotgan paytingizda psixoterapiyaga borsangiz, psixoterapiya tezroq foydasini ko'rsatadi. Agar siz dorisiz faqat psixoterapiyaga boraman deb o'ylasangiz, bu narsa cho'zilib ketadi. Siz ko'p yillab yurishingiz kerak bo'ladi va tez ish chiqmaydi. Chunki psixiatriyaga murojaat qilganingizda sizga doktor yozadi dorilar, bular bosh miyangizga va biokimiyangizga ishlaydi. Psixoterapevt siz bilan sizni fikrlashingiz bilan ishlaydi. Sizni yangi turlar bilan va yangi yo'llarni fikrlash uchun ko'rsatadi. Kim bilan qanaqa murojaat qilishingiz kerak? Отстаивание личных границ, qanaqadir psixotravma bo'lsa, o'shalarni yengilroq o'tkazishingiz mumkin psixoterapiyaga yurganingizda. Agar sizlarda yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariy yozing yoki o'zimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Biz tezlashtirib sizga javob berishimizga imkoniyat qilamiz.